Bir kun ota-onangizni qo'llariga qaraysiz u bir paytlar sizni ko'targan shu qo'llar endi titramoqda. Bir paytlar siz uchun yugurgan shu oyoqlar endi titrab yurmoqda. Vaqt biz sezmaydigan eng katta sinov. Biz o'sib, ulg'ayamiz, band bo'lamiz. Ular esa sabr qilib bir marotaba bo'lsa ham meni Ka'baga olib borsa edi deb qo'yishadi. Lekin ular hech qachon ayta olishmaydi. Bolam, meni umraga olib bor deb. Ota-ona hech qachon orzusini farzandiga yuklamaydi. Ular faqat duoda so'rashadi. Sokin va yashirin holatda. Bizchi hali vaqt ko'p deymiz. Keyin olib borarman deymiz. Ammo vaqt hech qachon ko'p emas. Bir kun ularning yoniga boramiz. Lekin shu payt kech bo'lgan bo'ladi. Ota-onangizni umraga olib borish bu shunchaki safar emas. Bu ularning yillar davomida sizdan yashirib kelgan eng katta orzusini ado qilish. Bu esa ularni sizga qilgan yaxshiliklariga minnatdorchilik. Tasavvur qiling, onangiz Ka'bani ko'rib ko'zlariga yosh oldilar. Otangiz esa tinimsiz sizni duo qildilar. O'sha lahzada siz hammasini tushunasiz. Bu dunyoda ulardan ko'ra, ularni rozi qilishdan ko'ra sizni kattaroq orzuyingiz yo'q ekanini. Ularni ertaga emas, keyingi emas, qachondir emas, ular kutayotgan orzusini bugun amalga oshiring. Umra safari ular uchun hayotidagi unutilmas sovg'a bo'lsin.